Yaşlıq hayatının cilvesi, ayallıq sübtinin kapaleti, sağlamlıq elçisi, Gül Melike. Asli meni rasm tatgan senkansan-da, seni arz qilma. Kechiring xonim, mening boshqa maqsadim yo'q. Xonim. 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 Xonim to'xtab turing. Kechiring xonim. Undaq telefondagi rasmni hozir o'chirib etgan. Agar yana telefon rasm tatganini bayqab qolsam, seni saqchiq ma'lum qilma. Buningdagi undaq ishni qilma. Bunday xonim.
Dilara, bu gece telefon qilib uyqumni buzib qo'ydim. Ammo lekin men qat'iy bo'lolmadim. Nima bo'ldi adash? Siz setotga urug'lish masalati saqlamoqchi bilmadim. İstemal qilgandan keyin qo'suvim og'rib qat'iy aram bermadi. Endi adash boshqa ish yo'q. Sen tunji qatam iste'mol qilsang bo'g'ash maskamiga o'xshaydi. Elingizga yaxshi bo'lib ketsa. Unda bo'lsa mayli. Ben xizmat ish bilan Urumchiga kelgan aytib qaytaman. Bo'ldilar. Sen gap qilgacha sen ishinib olsam. Vay. Shirin? Vay beşim, ye. Muşke şu anda den telefon kılıp. Vay Dilara dinam. Saat neçe oldu ya hazır? Muşkeşten telefon kılapsız. Ta'n atmadı o? Sinov ta'minlab bergan maslahatni bir do'stim iste'mol qilayotgan. Uning qo'sig'i og'rib pek beyaram bo'lib ketibdi. Canım, haqning qo'sig'i og'rib ketsa, buning maslahatimizni ko'z qanday bo'ldi? Yoki boshqa bir narsa ziyon qilgandi? Siz xotirjam bo'ling canım, ha? Bir necha kun qarab boqaydi. Balki siz xotirjam bo'ling degan bilan siz ta'minlab bergan maslahatlarni ishlatayotganlar ko'p qatam telefon qilib soxta maslahat setibsa deb arz qilganligini aytdi. Dilara, men sizga boshda degan. Men mal bilan ta'minlab berishga, siz shirkat qurib, mahsulotni setib chiqarishga mas'ul bo'lamiz deb. Pulni topgansiz, mahsulotimizning saqt ekanligini hech kim bizdan boshqa kim bildi? Xotirjam bo'ling dedim, ha? Uxlang. O'sha ishqalarni avval qilib oshkorlab ketsa qandoq qilaman? Oxud qandoq bo'lar? Gül chiroy qiz malika, gul malika, suyganim siz malika.
chiroy qiz malika malika kuygünim sen malika malika gul chiroy qiz malika malika kuygünim sen gul malika malika Gül Malika sağlamlık mahsulotlari. Men sizga ishni bu xizmatni sizga topshiraman. Agar qamlashtirib olmasangiz, o'rningizga boshqa odam qo'ymang. Mushu bir necha kun ichida men sizni rozi o'g'lik uchun bilan ta'minlayman. Şəhər mal boyundakı mallarının sani, yəni sklat qaçlıq mal var, şularni istasik qilib, materialni ishxonamga chiqaram. Ha, bo'ldi dedi. Asar chiqaray.您拨打的号码是空号，请核对后再拨。 Bo'ldi dedi. Yaqinda men bir sinov o'zimni tushib, meni rasmlardan tutilmasa qo'rqib qoldim. Dada buni qo'rqdan nimasiz siz yashan chiroyli. Quloq bir obda iltimos bor. Nurg'ulg'an ishlarni sizni qisqishtirmaday bo'ldi. Of, sayfah belkim deganimiz to'g'ri. Amallık qo'lg'uchi Yetim nima ish oldi? mashina to'qqish maydoniga bilan 60 odam kirdimi? Yo'q dedi, boshqadan kirdi. Qanday bir ish oldi? Birsi meni rasm tortib uchur qilib yo'llabdi. Dada nima shunday cho'ngishibdi? Dada siz diqqat qilmasiz o'moqlikchimi? Siz yana amallık qo'lg'uchiga kirib chiqqanlarga bakroq diqqat qiling. Dilara keldingmi? Shirin sen boshqa ish olmaganda, xil yaxshi bo'lib qolgansa. Toza mijozim yo'q, necha kun bo'ldi qo'sog'im og'rib o'tirdi. Sana bir ish bo'lmaganda?
Balağın neymiş oldu? Yaqindan buyon birisi meni ko'z tutadi. Qarama rasmga, boya oshxonaga kirgich meni tatyapti. Seni ko'z tutib nima qildigandu? Men bilmadim, biroq men bek qo'rqib qoldim. Biz boshqa vaqt paranglashaylik. Ozroq ishim chiqib qoldi. Siz kimlar? Sen zat kim? Nim qilmoqchi? Men nima ish qilasizmi tatsa? Bundoq nima ish qilmoqchi, nimaga erishmoqchi? Men sizni soqchilar ma'lum qilaman. Soqchilayman. Hammasi shundoq qilib, meni soqchilar tepib bo'lolmaydi. Siz bunga xotirjam bo'ling. Lekin men soqchilarni o'zim o'tishim mumkin. Nima ish qilmadan shunday meni qo'rqitsa? Ben size kılganlarınızla bedel değildim. Siz başkalarının canıyla oynaştınız. Qanday bu başqalarning janida o'ynashibman? Qanday isbotim bor? İspat dediniz mi? Bunu da ispat lazım o sizge. Lara, ben sizga başqalar degan. Men bunlar ta'minlab berishga, siz shirkat qurib, mahsulotni sotib chiqarishga mas'ul bo'ldingizda. Endi sen qancha pul lozim? Pul degan meni ko'p. Endi sen nima ish qilmoqchi? Siz o'zingizni soxtalashganligingizni, boshqalarning ziyonkashlik ishlaganligini sochlarga ma'lum qilasiz. Nima? Bu mumkin emas. Mumkin emas. Undaqda men bu avvalliqsimni taratqularga aytib aytdik xabar va gizlardan boshqasida o'zingizga ko'ring. Sen zat kim o? Nima ish qilmoqda qilsa? Men sizning ko'zangiz. Men sizning ko'zangiz. İsim cuma müşükam, isim. Şumaklık bu ne olay ya? Vay, Dilara jinim, telefon qilib qopsiz-ku. Vay, uka bor muzikadan ovoz bas qilibdi. Batur, siz xotirjam o'ynayapsizda. Qavatga ishimizdan chatoq chiqdi. Qaysi ishimizdan chatoq chiqadi jinim? Ansirman qadrligim ha? Xotirjam bo'ling. Men qanday xotirjam bo'la olmayman? Birisi mening izimga tushib oldi. Men nega boray, u mening soyamda ekanmishimni bilib turdi-ki. Men ondan qutulamadim. Anangni uzat nima qilmoqchi? O bunda qizat nimaga erishmoqchi? U soxta maslahatda boshqalarning jini bilan o'ynashdi. O'zingni soqchilarga ma'lum qil. Agar unday qilmasang, u ba'zi bir bizga munosabatlik materiallarni taratqularga yo'llab, bizni xabarni bosh betiga chiqaramish. Siz darhol onunla ayrım görüşünden. Biz onunla ayrım görüşkeni bir taraf kılaydı. Buldum, ben onu da bakay. Sizin bu işler baldırak amal kılın. Bulmuşsun ben. Ha, bolumuz qanday qilasiz? Qanday qilin? Ben bundan teklif bilan yaşashdan jiq to'ydim. Yaxshisiz bu ishlar bir amal qilin. Sen menga taksi o'tamsan? Vay? Vay? Anangni. Nima ish oldi, Baturka? Aka, cho'ng shoqda. Qanday sho'z bizgidan? Biz panklik yurtimiz. Xotirjam bo'ling ukam, hozircha boshqa ish yo'q. Kelinglar aytaylik.
Vay, Yaxshimisiz? siz Dilara xonim bo'lamsiz? Men shu. Men sizlarning shirkat ishlab chiqargan urug'li sog'lomlik maslahati yegandim. Shu maslahatlarni yegandan beri qusug'im bek og'rib yaram bo'lgan bo'lib qoldim. Xonim, bu gapingizga qaraganda biz bozorga selayotgan urg'utish mahsulotida masala bor demoqchiman. Shunday o'ylab qoldim. Bana bu maslahatni tunishtirib satgan qizni aloqalashib topolmadim. Shuning uchun sizning numaringizni izlab tepib sizga urishim. Xonim, siz xotirjam bo'ling. Bizning mahsulot sifat tekshirish idorasining tasdig'idan o'tgan. Siz xotirjam iste'mol qilavering. Dastlabida shunday alomatlar bo'ldi. Ishingizga zarar o'tibdi. Mundaqdan. Anda bu davomli iste'mol qilib boqaysizmi, avval qilibdimi hamisa? Yo'q xonim, qanday vaqt bo'lsin, ehtiyojingiz bo'lsa, biz maslahat beramiz. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh, hamisa. Ma'qul, xo'sh. Yaxshimisiz? Men yaxshi, lekin boshqalar yaxshi emas. Siz texnik o'shni topdingiz. Siz nima qilmoqchi? Men nima qilmoqchi? Men siz degan o'zingizni pash qilib